Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir Avtoshopdan YouTube kanalimiz uchun mashinalarimizni narxlarini bir qator obzor qilib o'tacakmiz. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'rsangizlar, aksiyali mashinalarimiz bor, ish qilib, chiroyli, zo'r narxda mashinalarni sizlarga tanishtirib, ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha podpiska bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Instagram kanalini pastda ko'rsatib qo'yasan, yaxshimi aka? Asa ketdik, bir chetdan boshlayveramiz. Demak, birinchi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra родной kraskada, faqatgina luki bilan sakadeskasi yo'q, ABS'lari bor. 22 ming kilometr yurib turibdi. Mashinamiz bahosini ahamiyat berasizlar, 155 million so'mdan gelishtirib beramiz. Avtokreditda oldindan 3 million so'm pul bersangizlar, plus notariuska xarajat qilasizlar. Oylik to'lovlaringiz 5 million 200 ming so'mdan chela chiqadi, 5 yilga chiqadi. Keyingi mashinamiz BAM aksiyada turibdi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Cobalt. Kapot krelida kraska bor, mexanika deskalada, ABS'lari bor, magnitofon, hamma narsasi tayyor, metan gazlari ham bor. Mashinamizning bahosi 136 million so'm. Oldindan 4 million so'm pul bersangizlar, notariuskaga hamma xarajati 4 million so'mning ichida bo'ladi. Oylik to'lovlaringiz 5 milliondan 5 yilga chiqadi. Ketdik. Xo'sh, keyingi mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mexanika родной kraskada, metan gazlari bor, motorlari ochilmagan. Mashinamiz 64 ming kilometr yurgan, bahosi 108 million so'm. Yumshoq balon, chexol, polik hamma narsa qilingan. Avtokreditda oldindan 20 million so'm bersangizlar, 3 million 300 dan 4 yil avtokredit chiqarib beramiz. Barter hamma variantda ish beramiz. Ozroq pullaringiz yetmasa, hafta 10 kun turish kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. O'zim shu yerda olaman. Keyingi Gentramiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Lyuklari bor, sideniyalari qizadi, bokovoylari yangilanadi, sakadeskalari, ABS'lari hamma narsasi bor. Chexol, polik, antiradar 909 hamma o'jatilgan 169 million so'm родной kraskada mashinamiz. Yurgan kilometr 54 ming. Oldindan 15 million so'm pul bersangizlar, 5 million 700 ming so'mdan 5 yil avtokredit amatib beraveramiz. Hamma xarajat shu 15 million so'mning ichida bo'ladi. Keyingi Gentramiz BAM zo'r bahoda, zo'r sosteniyada 2017-yilda ishlab chiqarilgan metan gazni hafta burun qo'ydirdik. Chexol, polik hamma narsa atilgan, himskatik ko'pmiz. Mashinamiz 169 ming kilometr yurgan родной kraskada. Bahosi 107 million so'm. Avtokreditda bu mashinamiz ham oldindan 17 million so'm pul bersangizlar, hamma xarajat shuning ichida bo'ladi. Oylik to'lovlaringiz 5 million 100 dan 3 yilga chiqadi. Shu yerdan ahamiyat beringlar. Keyin Damazimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 17 ming kilometr yurgan, bahosi 92 million so'm. Kraskalari shu yerda bir petno kraska bor. Metan gaz, chexol, polik, linoleum hamma narsa atilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan, tayyor mashin. Avtokredit desangizlar, oldindan 11 million so'm plus notariuskaga xarajat atasizlar, oylik to'lovlaringiz 2 million 700 dan 5 yilga chiqadi. Keyingi Damazimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 10 ming kilometr yurgan, родной kraskada, shumka, yumshoq balon, metan, chexol, polik, linoleum hamma narsani qimmatidan zo'rindan qo'yilgan. Mashinamiz bahosi 100 million so'm, oldindan 20 million so'm pul bersangizlar, oylik to'lovi 3 milliondan 5 yilga chiqadi. Barter, naqd pul, ozroq pullaringiz yetmasa, kutish kerak bo'lsa, hafta 10 kun ham kutib turaveramiz, hurmatli obunachilarimiz. Iloji boricha biz tavsiya etamiz, kredit emas, naqd pul olishlaringizni. Chunki 10 million, 15 million pul bilan keladi odamlar, qimmat mashinani o'shlaydilar. Biz iloji boricha shularga Matizdan, Nexiadan boshqalarni tavsiya qilamiz. Keyin vaqtda klientlar bilan, mijozlar bilan suhbatlashgan vaqtimizda ham iloji boricha ularga boshlanishida bir sal qiynalmaydigan, katta risk qilmaydigan takliflarni berib turibmiz. Iloji bo'lsa, yana video orqali ham shu narsani yetkazishga harakat etamiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 700 kilometr yurgan probegi o'ziniki. Damazimiz metan, gaz, chexol, polik, linoleum hamma narsa qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Bir qator yog'langan mashin, zang tushmaydi. Bahosi 100 million so'm, oldindan 16 million so'm pul bersangizlar, plus notariuskaga xarajat atasizlar, 2 million 600 dan 5 yil avtokredit chiqadi. Keyingi ko'rsatadigan mashinamiz 31 ming kilometr yurgan Epica 2011-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka, ikkinchi pozitsiya. Lyuklari bor, sideniyalari qizadi, koja salon, ish qilib, mashin chotki, bir detalini yuzunda petno kraskasi bor, atak родной narsa, motorlari ochilmagan, zo'r sosteniyada, bahosi 110 million so'mdan gelishtirib beramiz.
Avtokredit etadigan bo'lsak, bir 55-60 million so'm pul bersangizlar, qolgan qismini kredit etib beramiz. Oylik to'lovlar esa 3 million, 3,5 million so'mdan 3 yilga chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, ideal holatda mashinamiz ham zo'r. Yonib tursa, motorning sesi umuman eshitilmaydi. Motorda hech qanday rasxod yo'q. Hadoyda ozgina kamchiliklari bor, uni zo'rtirib beramiz. Keyin 2018-yilda ishlab chiqarilgan Lada Largusimiz bam zo'r bahada turibdi. Buyum bahasini arzonlatdik. Vesta motor, Radnoy kraskada 328 ming kilometr yurgan, metan gazi 3 dan 30lik qo'yilgan, 7 mestali, yuqorida chertaklari, arkasida pritsep taqish uchun parkoplari, hamma narsasi bor. Mashinamizni oldindan 11 million so'm pul bersangizlar, avtokreditga chiqarib beramiz. Hamma reja shuning ichida bo'ladi. Oylik to'lovi 5 million 600 dan 3 yilga chiqadi. Tayyor, yana cheta, uzoqqa, dalniya qatnagan degan odamlar uchun Largusimiz ham zo'r bahada turibdi. Keyin Matizlarimiz ham bir assortiment bo'lib qoldi, xudoga shukr. Qaranglar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan Pollux variant, metan gazlari bor, kraskalari asfalt bo'lgan, udar yo'q, bahasi 22 million so'm. Keyingi Matizimiz H9 konditsionerli variant, zanglagan mayda-chuyda joylari bor, mashinada udar yo'q. 2006-yil, bahasi 26 million so'm. Metan gaz, chexol bo'lgan, hamma sotilgan tayyor mashin. Avtokredit ham beramiz, oldindan 10 million bersangizlar, oylik to'lovlaringiz 800 ming so'mdan 3 yilga chiqadi, oyma-oy kamayib ketadigan grafikda. 2009-yil Matizimiz prostoy variant, metan gazlari bor, chexol poliklari qilingan. Motorni bir oy oldin noldan remont etdik. 110 ming kilometr yurgan, bahasi 20 million so'm. Avtokreditga oldindan 5 million so'm pul bersangizlar, oylik to'lovlaringiz 1 million so'mdan kamayib ketuvchi grafikda 3 yilga chiqadi. Zo'r variant bor, agar kim qiziqsa, taksi uraman desangizlar ham tayyor mashin. Keyin bunda yana bir qiziqarli, narxi emas, sostoyaniyasi qiziqarli mashinamiz bor. 2006-yil 47 ming yurgan Matiz Pollux variant. Radnoy kraskada o'zini tushirgan joylari, o'zini zanglagan joylari, o'zini singan Radnoy laboylari, kaseta, dikadon, maytafon, hamma narsasi o'ziniki. Mashin benzinda. 100% Radnoy kraska, bemalol xohlagan ustozga tekshirtirib ko'rsangiz bo'ladi. Bahasi 31 million so'm. Mana avtokredit etsak bo'ladi, telefon so'zlar ma'lumotlarni beramiz. 2016-yilda salondan olingan, 2014-yil texpasport berilgan eksport variant Nexia 2 pryamoy egadan bir qo'l haydalgan. Mashinamiz prostoy gidravlika Sons motor. Bahasi 55 million so'm. 200 ming kilometr yurgan, kapot krelda kraska bor, mashinada umuman udar yo'q. Tayyor variantda avtokredit etaman desangizlar, oldindan 10 million so'm bilan kelsangizlar, 2 million 600 dan 3 yil avtokredit ham chiqarib beramiz. Ideal holatda balonlari, chexol polik yunonimlari hamma narsasi qilingan. Keyin bunda egadan kelib turgan yana bir Nexia birimiz bor. 2007-yil Sons Lux konditsioner. Hamma narsasi ishlab turibdi. Mashinamiz bahasi 41 million so'm. Avtokredit etaman desangizlar, oldindan 15 million so'm pul bersangizlar, qolgan qismini oyina 1 million 700 ming so'mdan 3 yil avtokredit etib chiqarib beramiz. Barter, naqd pul, ikkilamchi kredit hamma variantda ishlaymiz. Hurmatli obunachilarimiz, sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, bemalol bizlarga kelsangizlar, ko'rib, chiroyli narxlarda xarid qilamiz. Xohlasangizlar ishida qo'yib sotib beramiz. Hamma turdagi mashinalar bilan ishlashaveramiz. Iloji boricha tavsiya qilamiz xalqimizga, ko'p ham oldindan to'lovsiz aksiya degan mashinalarni kelib xarid qilmaslikni. Chunki oldindan to'lovsiz olgan mashinangiz bu arzon olingan mashin hisoblanmaydi, hurmatli obunachilarimiz. Oldindan to'lovsiz olingan mashin notarius GAI xarajatlari 8 million chiqsa, keyin boshlanishina bir 20% bosh to'lov bo'ladigan bo'lsa, o'sha notarius GAI bilan boshlanish to'lovini xarajatini qo'shib kreditingiz ustidan mindirib beradigan narsani aksiyada aytiladi, hurmatli obunachilarimiz. Sizlar 100 million so'm emas, 135-140 million so'm kredit to'laysizlar. Shularni ham inobatga olinglar, iloji boricha aksiyadagi mashinani olajak vaqtingizda ehtiyot bo'linglar, chunki bugun xarid qilib 1 oydan keyin qaytarib kelib sotaman desangizlar, mashinani kredit qarzi tan narxina to'g'ri kelmaydi. Mashinada 150 million so'm kredit bo'ladi. Ko'chada esa mashinangiz bahasi 120 million so'm, 125 million so'm bo'lishi mumkin. Zararga girishingiz mumkin, hurmatli obunachilarimiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Kelsangizlar, men o'zim shu yerda xizmatda bo'laman. Bu soha bo'yicha ancha yillik tajribamiz bor, xudoga shukr. Shularni sizlar bilan tekinga
doğrudan doğru hech qanday sirlar, nima desam ekan, yashirmasdan, hech narsani yashirmasdan doğrudan doğru sizlarga ochiq oydin aytib bilaman. Hurmatli obunachilarimiz, kelaverasizlar Qo'shko'pir avtoshopda hammangizga kutib qolamiz. Hammaga rahmat.